avtosalon ochamiz. Zo'r bizneschi bu. Umida hamma o'z avtosalon ochgandan bo'ldi. Bo'ldi. Anor suv sotaman. Hozir kakka sezon. Hamma yoq anor suvi bo'lib ketdi-ku, Bobur. Unda nima qilay? Nima qilishni aytaymi uka? Unda bu yoqqa kel. Mana bularni ko'r. Qator turibdi. Optimga olasanmi? Doni olasanmi? Kel, bu yoqqa kel. Xamir yoyuvchi apparat. Lavash qilasanmi? Boshqa qilasanmi? Xamirini tekis qilib, chotga qilib bermasin. Kel ol bu yoqqa. Mikserlarimiz bor. 7 litrdan 30 litrgacha. Kelasan, xamirni qorasan, tortib pishirasan, ustiga kremlarni qilib, olib sota olasan. Yana ki, mana bu Nevnova degan mishalka 50 kilolik. Bir qop unni solasan, xamir qorasan, shunda pechga olib solasan, magazinga olib sotasan, soqqan cho'ntaga solasan. Uka, xohlasang grill apparat mana. Grill kerakmi? Qilib sotasanmi? Ke. Menga esa pizza qilmaysanmi? Bunaqa ichi toshlari bilan bor, toshlari bilan uka. Endi yur yana ke. Agar puling ko'payib ketgan bo'lsa, ishing zo'rib ketsa, mana. Restoranlar uchun, kafelar uchun gaz plitasi bor. Uka, kelaver bu yoqqa. Mana buni bilasanmi nimaligini? Anjancha aytganda moni bilasanmi dedi-ku. Bu lavash apparat, danar. Go'shtni kesasan, olib sotasan. Mana bunda free qilib, mazza qilib yemaysanmi, uka? Xohlasang bunda baliq pishir, xohlasang pirashka pishir. Menga desa, KFC qilmaysanmi? Mana kelib turib, mana bu yerda mazza qilib, chanqog'ingni qondirib, muzdakida kompot ichmaysanmi? Yana nima kerak uka? Ha? Kel bu yoqqa yur. Agar qo'y boqaman desang, mol boqaman desang, mana yemlarni tayyorlagan apparatlar. Katta, kichigi har xilidan bor mana. Bir qopni bitta solsang ham bo'ladi, bir chelak solsang ham bo'ladi. Mana bu narsa yogurt, tvorog, sutli mahsulotlar xullas, hammasini qaynatib berib, mana bundan chiqarib beradigan gamagenizatorlar bu. Yana nima kerak ayt uka? Ha Bobur, ayt, yana nima kerak senga? Bilib olding nima qilishligini endi? Kelaver hostingga. Senga hammasini o'zim beraman. Hammaga ayt, hamma bildi o'zi. Gulul mama, yine meni sor.